Jondor tumanining Alili mahallasida faoliyat yuritayotgan zamonaviy sport majmuasi bugungi kunda mahalla aholisining eng gavjum va sevimli maskanlaridan biriga aylangan. Mazkur sport inshooti aholiga beminnat xizmat qilib kelmoqda va qisqa fursatda sog'lom turmush tarzining markaziga aylanib ulgurdi. Navbatdagi lavhamizda yaqinda qurib foydalanishga topshirilgan majmua haqida so'z boradi. Majmua hududida joylashgan 24 ga 12 metr o'lchamdagi yopiq sport zalida yil davomida turli sport mashg'ulotlari o'tkazib kelinmoqda. Bu yerda yoshlar muntazam ravishda futbol, voleybol, basketbol va boshqa sport turlari bilan shug'ullanib, o'z mahoratlarini oshirishmoqda. Sun'iy qoplamali mini stadion esa futbol ixlosmandlari uchun ayni muddao bo'lib, deyarli har kuni qizg'in o'yinlarga boy bellashuvlar bo'lib o'tadi. Shuningdek, workout maydonchasi sog'lom turmush tarzi tarafdorlari uchun qulay imkoniyat yaratib, ertalab va kechki payt sport bilan shug'ullanuvchilar bilan gavjum bo'ladi. Bolalar maydonchasi esa kichkintoylarning quvonchiga aylanib, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga xizmat qilmoqda. Biz yoshligimizda mana shu qishloqni toshloq yo'llarida agar vaqtimiz bo'lsa, paxta terishdan ortib qolsak, mana shu qishloq yo'llarida to'ppi tepib, ikki tomonga ikkita do'ppini qo'yib, to'ppi tepib katta bo'lganmiz. Endi bunoqin yaratib berilgan imkoniyatlardan yoshlarimiz foydalanishi kerak. Foydalanib kelmoqda. Mana qishlog'imizda shuni aytib o'tish kerakki, yosh avloddan hozir ana Qozog'istonga, Rossiyaga borib chempionlar chiqayapti. O'zimiz qishloqdan tekvando bo'yicha chiqdi, boks bo'yicha chiqdi. Mana gimnastika bo'yicha yoshlarimiz chiqayapti. Endi mana shunday imkoniyatlarni yaratib bergan ana hukumatimizga, prezidentimizga rahmat deymiz. Mana hozir nafaqat ana shu qishlog'imizning yoshlari, hozir ertalab soat 6 dan to 8 gacha qishlog'imiz ayollari mana qishki mana majmuada o'zlarini sport bilan shug'ullanib turibdilar. Eng muhimi, bu maskan barcha yoshdagi aholini birlashtirmoqda. Bugun Alili mahallasida yosh u qari birdek sport bilan muntazam shug'ullanib, sog'lom va faol hayot tarzini davom ettirayapti. Sport majmuasi nafaqat jismoniy chiniqish, balki mahallada ahillik va hamjihatlikni mustahkamlashga ham munosib hissa qo'shmoqda. Mamlakatimizda mavsumiy chempionat